Juda ham faqat bo'lgan mashinalarning bittasi Toyota Land Cruiser 80 avtomobilini ko'rsataman. Holatini ko'rib turibsizlar, juda ham zo'r holatda. Yetmaganiga oldi, orqa, o'rtada hamma yoqda moslarda blokirovkalari bor. 95-yil ishlab chiqarilgan zavodskoy benzinli motorda chiqqan, 180 litr benzin sig'ar ekan, diflog, 3 ta blokirovka degani hamma narsasigacha bor, mexanika, konsenlar juda ham zo'r ishlab turibdi, xolodilniklargacha bor, kul hamma narsasigacha turibdi. Lukpuk hamma narsasigacha bor, avtolux anaqasi bagaji ham, avtoboksi ham to'g'rog'i, spalnili varianti, MT bo'lib turibdi. Aytganimdek 3 ta blokirovkasi bor, mashinaning holati juda ham zo'r. Zapaskasi 5-chisiga bir xil hamma yog'i, keyin mana jostki turbalardan chiqarib qo'yishdi. Bu narsani ham oddiy chiqartirib qo'ymaydi. Normalniy pul ketadi bunga ham. Ichidan chiqarib berishadi uni ham. Shnorkelli, hamma yog'i zo'r holatda. Mashina juda ham tiniq holatda, noyob bo'lgan mashinalardan bittasi. Bunaqa holatdagilar saqlanib qolganiga shunchalik anaqa qilsanglar ham bo'ladi, hayratlansanglar bo'ladi. Holati juda ham zo'r. Benzinda propallarigacha ham bor ekan, 65 litr propallarigacha bor ekan. Holati juda ham zo'r, tortishlari ham zo'r. Bu mashinani 23500 ga beraveramiz.